Damas mashinamizni olib bo'lganmiz, chexol, puli, shum izolyatsiyaga olib bo'lganmiz. Yana bitta damazimiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa, Namangandan kelgan mijozimizni 100% ishlarini bitirib, chiroyli qilib tayyor qilib berdik. Malibu barlarini ham sonopga qilib, bir xil qilib tayyor qilib berdik. Torpedalarini yangicha torpedalardan bosib, monitorlargacha sonopga qilib, tablolarini ham koreyskiy tablolargacha o'rnatib, sonopga qilib, rollarini однотонный qilib, tiniq qilib, tayyor qilib, перетачка qilib berdik. Xudo xolasa, chexollarimizni ham o'zimiz trenddagi chexollardan tikib tayyor qilib oldik. Apishkalarimizni ham kombinatsiya qilib, bir xil qilib, stroshkalarga bitta baho berib ketasiz. Atroflarini ham, karpetlarini ham chiroyli qilib, tiniq qilib tayyor qilib olganmiz. Xudo xolasa, diskalarini qarang, yomon yarashib turibdi. Pulilarini ham bir xil qilib tayyor qilib oldik. Shoklargacha qarang. Yaxshi go'zal bo'ldi. Xudo xolasa, chexollarimizni ham kombinatsiya qilib, bir xil qilib tayyor qilib oldik. Hamma yo'g'ini tayyor qilib oldik. Qo'shimcha podushkachalargacha qo'yib, bir xil qilib tayyor qilib olganmiz. Ishimiz yoqqan bo'lsa, Damas akalarimga shuni tashab qo'ying. Xudo xolasa, navorot qilishlar bizday akalar yangiliklar. Tablolarni ham tiniq qilib tayyor qilib oldik. Xudo xolasa, monitorlargacha ustonobga qilib, xolasangiz, signal desiz, signal bor, margat desiz, margatigacha ustonobga qilib, bir xil qilib tayyor qilib oldik. Apishkalarni ham tiniq holatda tayyor qilib oldik. Namanganliklarda pul ko'pda. Diskalarini qo'yib, tiniq holatda tayyor qilib olibdi akamiz. Juda qiziqar ekan akalar. Nomerni qarang, 707 akalar. Xudo xolasa, navorot qiladi. Xudo xolasa, chotga qilib 100% ishlarini berdik. Punkt yurgizishlarini ham bitta zavod qilishlarini ko'ramiz. Xudo xolasa, qiziqishga akalar, xudo xolasa. Akalar, navorot qilish xudo xolasa bizda akalar. Nima xizmatlar bo'lsa bizga aloqaga chiqinglar, 100% ishlarini bitirib, sifatli qilib beramiz. Har doim xizmatdamiz akalar.